Endi esa do'stlar narigi bossning ikkinchi darajalisi bilan jang qilamiz va biz buni spawn qilamiz. Mana do'stlar. Endi esa buni yo'q qilamiz. Hozir kamonda. Mana do'stlar. Biz buni yo'q qildik. Endi esa bundan 5 ta spawn qilamiz va ularni yo'q qilamiz. 1 2 3 4 5 do'stlar, mana 5 ta spawn qildik. Endi esa yana bitta oltin olma yeb olamiz. Mana do'stlar, endi bularni yo'q qilamiz. Oldingilari oson o'lgandi do'stlar. Bularni o'ldirish esa juda ham qiyin bo'lyapti. Yana bitta oltin olmaya boramiz. Va mana do'stlar, biz ularni yo'q qildik.